Quraysh doiralari Abu Talibga tahdid soldi. Quraysh katavashlari Abu Talibning qishig'iga kelishdi va uningga: "Ey Abu Talib, sen oramizdagi peshqadam, nupuzliq va o'rin martabasi yuqori shaxs. Biz sana o'z qarindishingning o'g'lini bu ishdan to'sqin deb bir qancha qatim aytgan bo'lsaqmi, sen uni to'smading. Endi biz azbiroy Xudo, uning ajdodlarimizni tillab, bizni aqlsiz, hamoqatga chiqarib, ilahlarimizni ayblashiga chidab tura olmaymiz. Sen uni biz bilan o'chakishishdan to'sqin yoki biz bir taraf, sizlar ikkinglar bir taraf bo'lib, ikki tarafning birisi tugashganga qadar urushimiz" deb tahdid soldi. Abu Talibga ularning bu hayvisi va yuzsizlarish tahdid selishlari qattiq ig'ir keldi chig'i, u Rasulullohning qishig'i odam avatib chaqirtib keldi va uningga: "Ey qarindishimning o'g'li, bugun qavmi jamoatlar yanimga kelib, paloni puston gaplarni qildi. Shunga siz menimi, o'zingizni asrasangiz, qo'limdan kelmaydigan ishlarga meni tanglikka solmasangiz" dedi. Bu chaqda Rasululloh tag'ammu homillikdan voz kechadigan o'xshaydi. U menga yordam qilishdan ojiz kelgan chig'i deb o'ylab: "Ey tag'a, Alloh bilan qasamki, ular menga mushu ishni tashlash badaliga o'ng qo'limga qo'yashni, so'l qo'limga oyni tutqizsimi, Alloh bu ishni, ya'ni islom dinini ustunlikka ega qilmoqcha yoki men mushu yo'lda halok bo'lib tugamagicha hargiz tashlamayman" dedi-yu, ko'zlaridan taram-taram yoshlar to'kilib, yig'ilgan peti chiqib ketib qoldi. Payg'ambar alayhisalom uning yenidan chiqib, texi yiroqqa bormagan edi. Abu Talib uni yana chaqirdi. Rasululloh keyniga burilib keldi. Abu Talib: "Barg'in o'g'lim, xolig'ingni tashviq qilgin, ishingni davomlashtirgin. Alloh bilan qasamki, men har qanday ahvolda seni qat'iy tashlab etmayman" dedi. Qurayshlar Abu Talibning ko'ziga yana kirib oldi. Quraysh doiralari Payg'ambar alayhisalomning o'z ishini qilchi bo'shashtirmay elib berayotganligini ko'rib, Abu Talibning uni tashlab etkusi kelmaganligini va uning mush ish uchunla Qurayshlardan munosabatni uzishga va adovatlashishga bel bog'laganligini tunib yetdi. Shunga ular Valid ibn Mughiraning o'g'li Ammar ibn Validni elib Abu Talibning qishig'iga keldi va: "Ey Abu Talib, bu yigit Quraysh ishida nihoyat o'ngluq ham kelishgan yigit. Sen uni ap qilib, bola qilib beqib olgin. U o'zining aql parosati va yaqindan hamdamda bo'lishi bilan seni rozi qiladi. Bizga mavu sening va ajdodlaringning an'anaviy dinidan ayrilgan va jamoatchiligining birligini buzib, oraga tabriqchilik solgan qarindishingning o'g'lini bizga topshirib bergin. Biz uni yo'qda yutayli. Sana ziyon yo'q, chunki sen o'g'ilsiz qolmaysan" deyishdi. Abu Talib ularga javob berib: "Azbiroy Xudo, bu nima degan yo'lsizlik? Sizlar menga balanglarni bersizlar, men uningga osh go'sht berib boqaman. Men sizlarga balamni tutib beraman, sizlar uni o'ltirib yutsizlar. Alloh bilan qasamki, bu mumkin emas. Mangu mumkin emas" dedi. Bu chaqda Mut'im ibn Adi: "Ey Abu Talib, qavmi jamoat sana insof bilan taklif berdi va sana yoqmaydigan ashundoq ishlardan qutulishni o'yladi. Nima deb sen ularning taklifining hech qaysini qabul qilmaysan?" dedi Abu Talib. "Azbiroy Xudo, sizlar qat'iy insof qilmaninglar. Lekin senmu gapingga qaraganda mendan yuz o'rib, ashularga bulishmoqchi bo'lgandek qilsan. Ixtiyoring, qo'lingdan kelganini qilgin" dedi-da gapni uzib o'tdi. Tarixiy manbalarda bu ikki qatimliq suhbatning vaqti aniq zikr qilinmagan. Lekin aloqador ahvollar va ilmiy faktlarga asoslanganda bu ikki qatimliq suhbat Bi'satning 6-yilining o'ttirlarida bo'lganligi va ikki qatimliq suhbatning oraliqida ko'p vaqt o'tmaganligini bilib olg'ili bo'ladi. Mushriklarning Rasulullohni o'ltirib etish ko'yida bo'lganligi. Quraysh doiralari yuqorqi ikki qatimliq uchrashishni ko'zlagan maqsadiga yetolmagandan keyin yanala o'zlarining qattiq jazolash va qiyin qistoqqa elish harakatlarini burunqidan bakroq ashaddiylashtirdi va mushu jarayonda ularning ichidagi bir qism chekidan oshgan qarniyat badbaxtlarda Rasulullohni boshqa bir yo'l bilan o'jiqtirib etish tuyg'usi paydo bo'ldi. Mana bu xomxiyol va chekidan oshgan qattiq qo'lliq Makka azmatlaridan ikki azmatning musulmon bo'lishini keltirib chiqarib, islom dinining texnik kuchayishiga sabab bo'lib qoldi. Bu ikki azmat Hamza ibn Abdul Muttalib va Umar ibn Xattob radhiyallohu anhumalar edi. Alloh bu ikki kishidan rozi bo'lsin. Quraysh kofirlarining shu kunlardagi chekidan oshgan zo'ravonliklaridan biri shuki, Abu Lahabning cho'ng o'g'li Utayba bir kuni Rasulullohning oldiga kelib, "Men ondan asta-asta Muhammad alayhisalomga yaqinlashib tuvanga tushdi" degan oyatlarni inkor qilaman, qandoq dedi va Rasulullohga qo'l shiltib bahonat qildi. Ondan uning yoqasidan ilib ko'ynikini yirtib etdi. Utayba yana texmi azvaylab Rasulullohning chiroyiga tükürib mishqirgan bo'lsa-mu, biroq uning nejis tükürüklari Rasulullohning chiroyiga tushmayotdi. Shu chaqda Rasululloh uningga duoibat qilib: "Ey Alloh,
Onunğa sening itlaringning bir itini musallat qilgin, dedi. Rasulullahning bu duosimi haqiqatan ijobat bo'lgan edi. U shuningdan ozroq keyin Qurayshlarning karvoni bilan Shamga tijoratga chiqib, Zarqa degan yerga tushganda, kechasi bir yo'lbos ularning atrofini cho'gilab ketolmay qoldi. Shuning bilan Utayba: "Voy Esed, qarindoshlarim, azbiroyi Xudo, u yo'lbos meni cho'qim yevitadigan bo'ldi. Muhammad menga mushundoq duo qilgan edi. Azbiroyi Xudo, u Makkada turib, meni Shamda o'ltiradigan bo'ldi", deb ansirashga boshladi. Degandek, shu kechasi yo'lbos nurg'un odamlar orasidan oshini tepib, beshini uzib tashlavetdi. Mushriklarning niyati buzilganligining ifodasidan yana biri shuki, Uqba ibn Abi Muayt Rasululloh namozni sajdaga borganda, uning muborak gajginlariga dastlab turib olgan. Hatto Rasulullohning ikki ko'zi chachrab chiqib ketgili tas qolgan. Yana ularning zolim katvoshlarning Rasulullohni o'ltirib etish qasdi bo'lganligini ko'rsatadigan paketlardan biri Ibn Isoq uzun bir hadisda zikr qilgan mundaq bir vaqalikdir. U mundaq degan: bir kuni Abu Jahl so'z qilib: "Ey Quraysh jamoasi, ko'rib turibsizlar, Muhammad dinimizni ayiblash, ajdodlarimizni tillab so'kish, bizlarni aqlsiz hamoqatlarga chiqarish va ilohlarimizni yo'q chiqarish qilmishlaridan yong'ili unmayotidi. Men Allohga ahd beramanki, qo'limga cho'ng toshdan birini elib, uni kutaman. U namozda sajdaga bosh qo'ygan aman tosh bilan uning kallasini mijayman. Shuningdan keyin meni Abdumanaf jamoatiga tutib beramsizlar yoki meni qo'g'damsizlar. O'z ixtiyoringlar. Shu chaqda Abdumanaf jamoati qo'lidan kelganini qilsin", dedi. Ular: "Voy, hargiz undaq ish bo'lmaydi. Alloh bilan qasamki, biz seni u jamoatning odamlariga mangu yo'latmaymiz. Yaxshi o'ylabsan, amalda ko'rsatgin", deyishdi. Abu Jahl aytisi atigan oldingi kuni o'ttirib qo'yg'ini bo'yicha qo'liga raso cho'ng toshdan birini elib, payg'ambar alayhisalomni kutib o'ltirdi. Rasulullohmi odati bo'yicha aytisi atigan Masjidil Haromga kelib namozda turdi. Qurayshlarmi atigan yig'ilib Abu Jahlning nima qilarini kutib o'ltirdi. Payg'ambar alayhisalom namozda sajdaga beribdi. Abu Jahl yalqi toshni ko'tarib o'rnidan turdi-da, Rasululloh tarafga mag'rurona qadam tashladi. Bir chaqda u Rasulullohga yaqinlab borgandek qiladi. Ushtumtut ko'zni yumib ochqicha rangi ro'yi tatirib, alsirgan petik keynichilab qaytib keldi. U qo'lidagi toshni tashlayotishga aqli bormagandek qiladi. U toshni endi tashlavetdi. Buni ko'rgan Quraysh kishilari: "Ey Abul Hakam, sana nima bo'ldi? Sana nima bo'ldi?" deyishib o'rnidan turishdi. Abu Jahl: "Men sizlarga tunugun deganlarimni ijro qilay deb Muhammadga yaqinlab berdim. Azbiroyi Xudo, bir dona cho'ng nartuga paydo bo'lib, menga etildi. Yo'q, azbiroyi Xudo, men undaq yo'g'onbosh, uzun magallik chalba tugini ko'rmagan edim. U meni yevatkili tas qoldi", dedi. Ibn Isoq mundaq deydi: aytilishicha, payg'ambar alayhisalom uning ko'rgini Jibril alayhisalom edi. Agar u yaqinlab kelavergan bo'lsa, Jibril alayhisalom uni aloq qilib o'tadi, degan. Shuningdan keyin Abu Jahl payg'ambar alayhisalomga Hamza radhiyallohu anhuning musulmon bo'lishini keltirib chiqargan qabih bir askilikni qildi. Bu voqea o'z navbatida bayon qilindi. Uningdan boshqa Quraysh mustavvidlarining hammasining qalbida Rasulullohni yo'qotib etish o'yi davomli yeringdab toshmoqda edi. Ibn Ishoq Abdullah ibn Amr ibn Asdan hadis bayon qilib mundaq deydi: "Men bir qatim Qurayshlarning hijriyadagi yig'ilishiga qatnashdim. Hijri Ka'baning yuqori temiga bo'yilib yerim qo'pirilgan tam edi. Ular Rasulullohni tilga ilib bajilashga boshladi. Ular taraf-tarafdan so'z qetib, biz bu odamning qilmishiga sabr qilgandek, hech qanday bir ishga uncha ko'p sabr qilib kutmagan edik. Biz uningga favqulodda cho'ng bir ishda sabr qildik", deyishib turadi. To'satdan Rasululloh paydo bo'lib keldi. U udul berib, avval qilg'ini bo'yi chiqildi. Ondan Baytullohning atrofini tavob qilgach, ularning yenidan o'tibdi. Ular Rasulullohga ba'zi bo'lmag'ur gaplar bilan til uzatdi. Bu chaqda men Rasulullohning qattiq ahonat tortganligini sezdim. Rasululloh oylanib ikkinchi qatim keldi. Ular yana shundoq qilishdi. Rasulullohning chiroyi yana shundoq o'zgardi. Ondan uchinchi qatim oylanib keldi. Ular yana shundoq ahonat qilishdi. Shuning bilan payg'ambar alayhisalom to'xtab turib: "Ey Quraysh jamoasi, anglayapsizlar? Ogoh bo'linglarki, men azbiroyi Xudo, cho'qim yo o'lim, yo ko'rimni elib keldim", dedi. Ehtimol ko'pchilikka uning so'zi ta'sir qilgan bo'lsa kerak, hammasi biroqli go'yo beshida uchar qush qo'nib turgandek jimib qolishdi. Hatto ularning eng ashaddiy badbaxtlarimi Rasulullohning ko'nglini yasab, issiqchilik qilishga tirishdi. "Ey Abul Qosim, sen hargiz nodonlarcha so'zlamaysan", deyishdi. Aytisi ular oldingi kunga o'xshash bir yerga jam bo'lib, yana Rasulullohni g'ajishib atadi. Ushtumtut Rasululloh u yerga yana paydo bo'lib qoldi.
Shuning bilan ular "Hurra!" deyishib qo'pqinicha Rasulullohni orqa ilib qo'rshib olishdi. Men ulardan birisining Rasulullohning yoqasiga eslib olganligini ko'rdim. Abu Bakr o'tirg'i tushib, yig'lagan holda: "Ay, sizlarni ay, bir odamni Parvardigorim Alloh deganga o'ltirmoqchimisizlar?" dedi. Birdamdan keyin ular Rasulullohni tashlab tarqab ketishdi. Ravi ibn Amr mundoq deydi: "Shu vaqa men ko'rgan vaqalar ichida Qurayshlarning Rasulullohga eng qattiq tekkan bir qitimliq yo'lsiz qilmishidir." İmam Buxoriy Urva ibn Zubayr radhiyallohu anhudan naql qilgan hadisda Urva mundoq deydi: "Men Abdullah ibn Amr ibn As'dan mushriklarning Rasulullohga salgan zulmlarining eng qabih bo'lganlarini so'zlab berishni o'tindim." U mundoq dedi: "Bir kuni Rasululloh Ka'baning Hijri degan yerida namoz o'qiyotdi. To'satdan Uqba ibn Abu Muayt paydo bo'lib, ustidagi kiyimini silib, Rasulullohning bo'yniga silib, uning gelini nihoyat qattiq bo'ldi. Abu Bakr yugurib kelib, Uqbaning gajgisidan tortib, orqasiga yettiribdi va "Bir odamni Parvardigorim Alloh deganlik uchun o'ltirgan bormi?" dedi. Asma binti Abu Bakrning hadisida Jakarchi Abu Bakrning yeniga "Birsisining Hilqi Amroyini o'ltirib etgani oz qoldi, qutqizib olgan" deb to'g'lab keldi. Shuning bilan Abu Bakr yenimizdan yugurib chiqib ketdi. Shu chaqda uning beshida 4 o'rimi chechi bor edi. U "Bir odamni Parvardigorim Alloh deganlik uchun o'ltirmoqchimisizlar?" degach yugurib chiqqan edi. Ular Rasulullohni qo'yib Abu Bakrga o'lishib ketibdi. Keyin Abu Bakr qaytganda uning o'rimi chochlari tutsoqla qo'llarimizga ajrab chiqadigan bo'lib ketibdi deyilgan. Da'vat yo'li to'silganda kafirlarga qilich bilan urush ochgan Rasululloh ushbu yo'lda qini aqan tuproqlarga japa chekkan bu din uchun